Üç padişahlıkta üç putluk Dankan nazariyesini tuncu bulup oturup koyğıcı Lusu desem işlemsiz, yürek berip saklayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Üç padişahlıkni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Üç putluk Dankan nazariyesini hammaylar degidek Jugolian oturup koygan deyishidi. Amaliyot undaq emas. Tuncu bulup oturup koyğıcı dal Lusu. Ammo u Dankanninki üç putini Cao Cao, Yuan Shao ve Sun Quan deb bekitgan. Keyin Yuan Shao Cao Cao tarafidan yo'qitilgandan keyin Zhuge Liu Bei, Sun Quan ve Cao Cao'ni shu Dankanninki üç puti deb bekitgandan keyin nurg'un kishilar Zhuge bu gapni tunji degan deb ishinib qolgan. Endi bu Lu Su degan zot qanday kishi? Bu odamninki g'ujisi, ya'ni dunyoga qarshi ajoyib cho'ng deyishga bo'ldi. Ham nihoyat iqtidorli mushavir deyishga bo'ldi. Chunki ayni vaqtlarda boshqalarning zaminini tortib olish uchun cho'qim urush qilish kerak, qon to'kish kerak, nihoyat cho'ng badal to'lash kerak. Ammo Lu Su hech qanday qon to'kmay turib, faqat eg'iz orqali Liu Bei va Guan Yuning qo'lidan changshan tortib oladi. Demak, bundaq iqtidor boshqalar silashtirgan vaqtda kichik iqtidor deyishga qat'iy bo'lmaydi. Shu munda qaraydigan bo'lsaqmi, iqtidorli kishilarning hammasi qori kuch orqali emas, balki og'zi orqali va kallasi orqali bir ishlarni bajaradi. Shuni sizmi cho'ng-cho'ng ishlarni qilay desangiz, ishlarni osonroq bajaray desangiz, cho'qim so'z qilish mahoratini o'rganib qo'ying. Agar bu so'zlarimni to'g'ri deb qaragan bo'lsangiz, inkor sayoniga 6 raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p nutq o'rganishga, korxonchilik oid mazmunlarga qiziqsangiz, meni qo'shib oling, ayrimxonamga uchir qiling.